Farg'ona shaharda, Chimqishloqda shu 3 sotiylik gaz suv sveti bor joydan sizlarga bitta xonadon topib qo'ydik. Xonadonimizga kiraverishimizga, mana asosiy robotdan kirishimizga bitta yopiq garaji bor. Bitta, ikkita, uchta mashina bemalol, ikkita mashina sig'dirsa bo'ladi. Xo'p, kirishimizga chap qo'lda o'zi mehmonxona uchun ko'tarib qo'yilgan korobka holatida, xom g'ishtda qurilgan. Xo'p, bu tomonida bitta yopiq ayvonimiz. Shlaka blokda qilib ko'tarib qo'yishibdi. Xo'p, endi mana bu tomonda 4 ta xonasi bor. Bu zalimizni, mehmonxonani remontlarini chiroyli holatda qilib qo'yishgan, natajniy patologlarni qilib qo'yishgan, hamma sharoitlari bor. Bu tomonida 2 ta xona, spalniy o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Remontlarni o'zingizga moslab to'g'rilab olasiz. Bitta oshxona. Oshxonaga mana vixtlarni qo'yib ketishgan, mana gazlarni olib kirib qo'yilgan, hamma sharoitlari bor. Do'stlar, bu yerda bilasizlar, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'g'i bor. Manzilimiz Farg'ona shaharda, Chimqishloqda 3 sotiylik gaz, suv, sveti bor. Xo'p, narxini 46 mingga baholanyapti. Keling, ko'ring, yoqsa, yana ham tushib beradigan joy bor.